Sağırdı. Bo'ldi mana. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. O'zingiz tanishtiring. Botirov Sobir, siz Bog'xon mahallasi qishlog'ingiz nomi? Qoraqiya. Qoraqiya qishlog'ida yashaysiz. Siz mana shu Xunji mototsiklini naqd pul asosida 24 million 300 ming so'mga naqd pul asosida sotib oldingiz. Siz polni tekshirib, haydab ko'rib oldingiz. Yana tekshirib beraman sizga. Qarang. Svetlari yonadi. Ko'rdingizmi? Zalgiringiz bor. Avorotlar bor. Chap tomon, o'ng tomon. Amerikasi bor. Signal bor. Qarang, bu tomonida sizga yana tushuntiraman. Qanday sportlar mana bu yerda. Kerak joyda qo'yilmas, hajmlarga qolmay qolsangiz, bataqli joylarda, yarqlarda to'xtagan holatda qo'shasiz, to'xtagan holatda ajrasiz. Tepki zavodning tepkisi, mototsiklda hamma joyi mana yog'lari mana bu yerdan solinadi, tagida boltdan to'kiladi. Birinchi yog'ni siz 200 kilometrda almashtirasiz, keyingisini 500 da, keyin 1000 da, 3 marta 1000 kilometrga apkatka davrida trendilar tushib ketish uchun almashtirib tashlang. 3 marta, vojib bo'lsa 4 marta. Keyin har 1000 da shuni qilasiz. Mana bu yerda vozdug'a chistitili bor. Mana bu yerda ochastani. Siz changli yo'llarga kirsangiz haftasiga 10 kunga tez-tez tozalashing. Umri uzoq bo'ladi. Zapasnoy balonlarimiz bor mototsiklda. Mana ko'rib oling. Zapasnoy balonlarini. Tashkasini berdim, bolkasini berdim. Zadimos moyini ham 300 kilometrda bir almashtiring, keyin shundan 2 yil 3 yilgacha yetadi. Zadimos yog'ini ham. Qolgan servis xizmatlarimiz bor, siz eshiting. Servis xizmatimiz 3 oydan 1000 kilometrgacha, 3 oydan 1000 kilometr davomida sizga servis xizmatimiz mutlaq tekin. Va undan keyin ham sizga servis xizmati ko'rsatamiz. Mabodo tushunmay buzib qo'ysangiz, ba'zi bir ehtiyoj zakat qismlarini olib berasiz. Biz qo'yib beramiz. Keyingi davrda ham servis xizmatimiz sizga bepul. 1 yildan keyin ham, 2 yildan keyin ham bepul. Faqat shu yerga olib kelsangiz, bizda borishga yo'q, vaqt yo'q. Ustalarimiz yetishmaydi. Tarbiya bilan haydang, iloji boricha toza benzin soling. Toza benzin vaqtida soling. Hozirgi kunda apkatka vaqtida bunga hozir 1 tonna normalniy deyilgan bo'lsa, siz 500-600 kg yuk ortib tursangiz bo'ladi. 200 kilometrga birinchi apkatkasi, 1000 kilometr haqiqiy apkatkasi. Hujjatlarni ertaga rasmiylashtirib beraman. Kun ertaga, bugun hozir kech bo'ldi, olib beramiz. Ertaga rasmiylashtirib Telegramimizga tashlab beramiz. Mukammal, yaxshi foydalanib haydavering. Telegram nomeringizni aytdingiz-a? Ha, berdim. Kaskadan to'g'ri foydalanib haydang. Mana bu salafani olib tashlamasangiz, Ketaverammi farqi? ko'rinmaydi topang. Salafani olib tashlaymiz, endi ko'rinadi. Beting tomoqda yarashmaygan deydi. Mana bu qo'shnilaringiz har bittasi futbolka olib, qarang. Bitta mijozga. Bonusda. Bonus. Shu yoshga o'tiribdi. Bo'ldimi? Bu do'stlaringizni gapiga uncha ko'p kiravermang. Do'stlar ko'p adashtirishi ham mumkin. Yo'q. Foyda tomoni. Do'stlar o'tiribdi-ku yerga. Siz bilan birdan jamoaga chiqarib tashlaman. Qarang. Siz endi bu mototsikldan o'zingiz fikringiz, qanoatlandingizmi? Mijozlar uchun, boshqalar uchun o'zingiz fikringizni bildiring. Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi, mana zo'r. Sheramay-chi qo'sh. Unday bo'lsa, sizga mana shu mototsikl xonadoningizga baraka keltirsin. Izlari to'y tomoshalar bo'lsin, mashinalar bo'lsin, bog'ingizga, yilingizga, yurtingizga yaxshi xizmat qilsin. Yaxshi kunlarga mining. Omadingiz. Kim haydaydi? Haydansa. Haydang endi. Zarf haydang. Kaskani Bana bemalol. Yangi texnika oldin eski odamlarning o'limiga sozlab minijat bu. Yangi texnikalar Margat qilingchi. Bobur, degan ovoz shu nima shu? Yangi paytida motorlar ochiladi. Ochyapti. Qo'lsa Gulishitlarga, hatto ba'zi bir joylariga g'ishillash ovoz beradi. Yangi narsa. Hozir bu terilgan, hali 1 kilometr ham haydalmagan. Yo'lda turibdi. Bu o'zi chaqaloq.
birdan qaytay turib ketmaydi. Men ham boydan shu Ha, zaminda hozir ketmaydi. Bunun uchun 250 birinchi 200 kilometr yog'ini olmasdan qirmizlar pishib ketadi. bo'ldi. Mana bu inson. Yo, to'xta endi birdan boshim bor, birdan Bu o'zaro siz boshmi haydaysiz? Ha, bo'ldi, damazda boramiz. Haydaylik. Orqamizda haydaydi Damazda benzin bo'lsa. Yo, damazda boramiz. Aslida odam bunday mumkin emas, ey. Faqat ikki. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Oldi hayda. Haydang. Bo'pti. Hurmatli obunachilar, tanishlar, bilishlar, mototsikl ishqibozlari, mana shu mototsiklimizni hozir havola etamiz. Bu mototsiklimiz Xunjian brendidagi original воздушный motor bilan, Lifan motor bilan jihozlangan 1 tonnadan 1,5 tonna. Lifanda Xunji markadagisi. Mana Lifan Xunji markadasi. Lifan haqiqiy Lifan mototsikli. Mana ranglari har xil bor. Qizil, ko'k, hakki rangda bu taraflardagi tayyor. Bu modellarimizda yana suvlisi, suvsizi hamma turidan bor. Yig'ib beramiz. Qo'sh balonlisi ham bor, 2,5 tonnaliklari, 2 tonnaliklari ham bor. 2 tonna 2,5 tonnaliklari ham bor. Narxi hozir chegirma narxda ketyapti, chegirma qilib beryapmiz mijozlar bilan. Hozirgi kunda mana shular narxi 24 million 500 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ayrim ba'zi uylarga yanada ham kelishtiramiz. Yanada ham narxini tushirishimiz mumkin. Kelib murojaat qilasiz. 1 soatda ishingiz bitadi. Agar kreditga oladigan bo'lsangiz, mahalla tomonidan unga ham yo'l bor. Kredit asosida ham shartnoma qilib beramiz, biroz qimmatlashadi. Keling. Bu modellarimiz bilan tanishtirib, bir tomondan tanishtiraylik. Hakki rangdagisi воздушный охлаждение bilan ventilyatorli, suvsiz modelimiz 2 metrga 1,35, 1 tonnadan 1,5 tonnagacha ko'tarish hajmi. Adishli skorosi bor, qo'shimcha kaska, запасной balon, magnitofonlar qo'shib beramiz. Bunisi ham воздушный, mana bu qatordagilar shu modelda suvlisi bugungi kunda narxi 26 million so'm. Bu radiatorli, bunda ham пониженный скоросtlari bor. Qo'shimcha kaska, запасной balon, domкрат ключ narsalarni beramiz. Yana mana bu modelimiz воздушный охлаждениеli 250 kubatura Lifan motor, uzunligi 2,20 ga 1,35. 1,35 ga 2,20, yuk ko'tarish hajmi 1 tonna 800 kg. Buni ham narxi hozirgi kunda 26 million so'm. Buni ham qizil rang, ko'k rang, hamma rangidan bor. Yana yig'ib terib beraveramiz. Yig'ilmaganlari ham bor. Hozir tayyor holatga hamma komplektatsiyadan 2 ta 3 ta narx qo'yganmiz. Juda ham uzun yoki ko'proq yashib ketish uchun, ko'proq yuk ketish uchun 1 tonna 800 kg bor. Buni 2 tonnaligi ham bor, suvini 2,5 tonnaligi ham bor. Mana shu 250 kubaturali. Ayting. 250 kubaturali modelimiz. Пониженный скорость jihozlangan. Bunga ham qo'shimcha kaska, balon kulish, domкрат qo'shib beramiz. Kaskani rangiga qarab ko'kka ko'k, qizilga qizil rangda qilib beramiz. Qo'shimcha yana yozgi futbolka, Xunji futbolkalarini ham ta'min qilamiz. Yanada bizda ikki g'ildirakni yaxshi ko'ruvchi hurmatli fuqarolar, mana shu ikki g'ildirakli mototsiklimiz kelgan original Lifan modelida 150 kubaturali modelning nomi Lifan 150 ga 2S modelimiz. Buni hamma ranglaridan bor. Qizil, oq, ko'k, mokriy asfalt ranglaridan bor. Narxiga kelsak 21 million so'm. Juda ham qulay, shahar va qishloq yo'llariga moslashgan. Hamma uskunalari bor. Pavorotlar, tormoz sistemalari ham yaxshi, yurish holatlari ham yaxshi, bokovoylari ham yaxshi ko'rsatadi. Dalniy blижнялari ham yaxshi yonadi. Juda ham sifatli mototsikl.
Mana pavoroti, chap tomon, o'ng tomon, signal. Takrorlab beradi. Ham yukka moslashgan joylari ikki yon boshida yuk ortsa ham bo'ladigan model. Qopni yoki shunga o'xshagan korobkalarni bog'lab ortadigan joylari ham bor ikki tarafida ham. Chap tomonda ham, o'ng tomonda ham. Mana. Juda qulay mototsikl. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab buni dastlablar, ya'ni pravaga oluvchilar ham, prava o'qitishda ham shu aynan shu markadagi mototsikldan hozir o'rganyapti. Ham imtihonni ham shu markadagi mototsiklda topshiryapti. A kategoriyaga o'quvchilar ham mana shuni o'rganyapti, haydashni o'rganish, Ham prava olish uchun, ekzamen topshirish uchun mana shu mototsikldan, shu modeldan foydalanadi. shu modelni o'zidan, chunki boshqacha masalan skuter ulardan emas, aynan shundan markadagidan o'rgatilyapti. Masalan, Samarqand oblastida ham yoki boshqa viloyatlarda ham aynan shu markadagi. Chunki 3-4 ta yana berganmiz prava beruvchi joylarga, o'quv markazlariga aynan shundan talab qilyapti klientlar. Shundan kerak deb. Chunki nimaga? Chunki mana bu yerda boshqacha mototsikllarimiz ham bor mana. Hozir u tomonni ham ko'rsatamiz. Undan emas, yo'q, bundan. Buni mana yiqilganda bulari bor ekan. Ya'ni yiqilganda bu o'g'dalib ketganda ham oyoqda asraydi. Mana faralasim ketmaydi. Shu tomonlariga ham juda ham va mana bizlarda mototsikllarimiz bu yerda ham kun ob-havoga tashqariga qo'yib qo'yganmiz. Ili mana ramalar yanada terib beradi. Terib beramiz. Mana bu markalarimiz ham bor. Bu modelimizning nomi Lifan 150 ga 5 deyiladi. Ya'ni eski 125 markadagi mototsiklimizni 150 kubligi bu. Ya'ni 2,5 litr yoqilg'i bilan 150 kubotura yoqilg'isi juda kam buni va qishloq yo'llariga, yolg'izoq yo'llariga ham udobli mototsiklimiz. Ixcham yoki avvalgi o'zimizda Vasxod Minsk mototsikllarining o'rniga ishlab chiqarilgan mototsikl. Original Lifan motor. bu ham yo'l tanlamas. Ikkalasi ham umuman yo'l tanlamaydi. Farqi yo'q. Yolg'iz oyoq yo'ldan ham, toshloq yo'ldan ham ketaveradi. Hali bular bakoylar qo'yilmagan. Ham mana qo'yilgan varianti bularni hozir sotuvga taqlaganmiz. Ikkalasi tayyorda, qolganlarining hali ozroq ishlari bor. Ya'ni zavoddan kelgani bo'yicha yig'ib qo'yganmiz, vaqt tegmagan badaniga sotishda badaniga klient o'ziga yig'ib chiroyli qilib beramiz oldida. Mana ularga korobkalarda keladi. Mana bu korobkalarda korobkalardan ochib yig'iladi-da. Aslida mana shu korobkada modellar hozir zborka qilinadi. Hozir 8 tasini ozroq kamchilik joylarini to'g'rilab qo'yamiz. Kamchilik endi bakoylar qo'yish kerak, bo'lsa bakoylar qo'yish kerak faqat. Yaxshi.